Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan Dolzarb 90 kun loyihasi pedagoglar uchun muhim tashabbus bo'ldi. Mazkur loyiha yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan keng qamrovli tashabbus hisoblanadi. Loyiha doirasida uzoq muddatli ta'tilga chiqqan maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish va har tomonlama rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Yangibozor tumanidagi mavjud 34 ta maktabda 15900 nafar o'quvchi tahsil oladi. 40 ta maktabgacha ta'lim muassasalariga 6700 nafar o'g'il-qiz qamrab olingan. Tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tashabbusi bilan iqtidorli yoshlarning san'at, madaniyat, adabiyot, musiqa, raqs, teatr va boshqa yo'nalishlardagi iste'dodlarini namoyon etish maqsadida Yosh iqtidorlar festivali o'tkazish an'ana tusini olgan. Bu yil ham festival o'zgacha ruhda, ko'tarinki tarzda bo'lib o'tdi. Dastlab hududdagi maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ijodiy ishlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidan tashrif buyurdik. To'garak ishlarimiz bilan to'quvchilik, tikuvchilik, qurish yasash, o'zimizning Bag'alon elida bo'lganimiz tufayli meva-chevalarimiz ko'p. Biz savat yasash bilan ham bolalarimizni tanishtirib, shug'ullantirib boramiz. Mevalarimizni mana shu savatlarda qish oylarida yaxshi saqlaymiz. Bolajonlarimiz maroq bilan o'rganishyapti. Kichkina toylarimiz to'garaklarga faol qatnashadi, juda ham qiziqishadi, maroq bilan o'rganishadilar. Bitdim senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo, shoirlar bor o'z yurti butun, olam aro atagan tanho, ular she'ri ushti ko'p yiroq, qanotida kumush diyori, bir o'lka bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bari, faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning musiqa, adabiyot, san'at va kasb-hunarga qiziqishini oshirish maqsadida tashkil etilgan festivalga tumandagi 500 ga yaqin o'g'il-qiz jalb etildi. So'zga chiqqanlar mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan imkoniyatlar, Dolzarb 90 kun loyihasining ahamiyati, Yosh iqtidorlar festivali yoshlarning iste'dodini yuzaga chiqarishda roli katta ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Shundan so'ng yoshlarning musiqiy chiqishlari namoyish qilindi. Dunyoning rangi rangi yangi, dunyoning rangi rangi yangi, navo ohangi yangi yangi, navo ohangi yangi yangi, so'zilcha rangi yangi, yangi bog' yangi bo'ston, so'zilcha rangi yangi, yangi bog' yangi bo'ston. Buning ismi Temurdek, bu a'lochi Alisher, Jaloliddin Ulug'bek, bu Bobur, zo'r aytar she'r, bu qizaloq To'maris, bunisi Sebunisa, Nodira bu jajji qiz, bu Furqon, yosh Mavlono. Bolalarning muhtabar ismi bizga yarasha, dunyodoshlar bizga ham hayrat bilan qarashar. Bizning maktabimizda Dolzarb 90 kun doirasida har xil turdagi to'garaklar o'z faoliyatini yuritib bormoqda. Shu jumladan kitobxonlik to'garaklari, shaxmat shashka, ona tili, ingliz tili, rus tili, shundan tashqari fan to'garaklari ham o'z faoliyatini yuritib bormoqda. Bugungi festivalda faol o'quvchilarimiz o'zlarining she'rlari bilan qatnashmoqda. Xorazmni qassangiz agar yer ostidan daryolar chiqar. Xorazmni qassangiz agar yer ostidan dunyolar chiqar. Nola tortib yuborajaksiz qora chiqdan chaqnab ziyolar. Yer ostiga nega ketdingiz?
aziz daryo, aziz dunyolar. Shunday javob bo'lgandir sizga. Yo'q, ketmoqchi emas edik biz. Sizlarning ko'p kirdikorlardan yer yorildi, yerga kirdik biz. Hali bir avlodlar kelgaydir, nomingizdan tavbalar aytib, shunda inshaalloh hammamiz yer yuziga chiqarmiz qaytib. Hazrati Navoiydan boshlangan kunlar, Mirzo Boburdan ham kechgan har o'ylar, Amir Temurdan bu meros tuyg'ular 5 ta tashabbusda ko'rinmish bugun. Barcha ilmlarning sirlarini ochib, eng yorug' yo'llarga intilar yoshlar, mana ulug'beklar zamonlar oshib 5 ta tashabbusda ko'rinmish bugun. Ona bor hayotda yashash boshqacha, onaning ta'rifi yo'q, mehr boshqacha, to'lsa ham hattoki 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'in avaylab ko'zga to'tiyo, nechun vatan deya yer u osmonni muqaddas atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga elda yoki quyoshimi sevgimga sabab? Axir quyoshli-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Osmonlarda uchganlar, oltin saroy qilganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oqqush, oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Mana biz Yangibozor yoshlari o'z tumanimizda yoshlar festivalini o'tkazmoqdamiz. Bu festivalni o'tkazishdan asosiy maqsad yosh va iqtidorli yoshlarimizni rag'batlantirish. Rag'batlantirilgan yoshlar orasida o'zim ham qatnashdim. Bundan juda xursand bo'ldim. Festivalimiz va yuqori shukuhda davom etmoqda. Men bu festivalni o'tkazilganidan juda xursandman va barchaga tashakkur qilib qolaman. Yangibozor tumani Guliston mahallasidanman. Hozirda mana festivallarda faol ishtirok qilmoqdamiz. O'zim soham baxshilik sira savollarini Ko'palbek Abdullayev ustozlardan o'rganib kelmoqdamiz. Xudo xolasa niyatlarimiz O'zbekiston xalq baxshisi bo'lish, bu kasbimizni davom qildirib dunyolarga tanitish. Niyatlarimizga erishamiz albatta. Bugungi nomerimiz ham bir chiroyli chiqadi degan umiddamiz. Ushbu festivallarimiz yil davomida maktablarimizda reja grafik asosida har bir maktablarimizda tashkil qilingan. Qolaversa nafaqat maktablarimizda, balki maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda ham jajji iqtidorlar festivallari yil davomida
reja grafik asosida o'tkazib kelindi. Mana bugun ushbu festivalimizga tumanimizdagi maktab hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi barcha iqtidorlar bugun ushbu festivalga kelib o'zlarini iqtidorlarini namoyon qilmoqdalar. Albatta, bu ushbu festivallarimizni tashkil qilishimizdan asosiy maqsadimiz shu iqtidorli yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash. Qolaversa, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vaqtlarni mazmunli tashkil qilish, o'quvchilarimiz o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida ushbu festivallarimiz tashkil qilinib kelmoqda. Bunda festivallar, olimpiadalar, tanlovlar tumanimizda Dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida juda ham ko'plab o'tkazilib kelinmoqda. Yangibozor tumani Yemakli Solim umumiy o'rta ta'lim maktabida 7-sinfda o'qiyman. Tadbirimiz ko'tarinki shukuhda o'tyapti. Bu hasta vücudumda mani yürütedi bir yol. Ulğunca yihandan ulu gül yüzünün ışkıyda manvalaçı bülbül. Ulu zulüfü perişan ulu gül yüzünün ışkıyda manvalaçı bülbül. Ulu zulüfü perişan. Ha! O'g'il-qizlarning san'at, madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshirish, milliy va umumbashariy qadriyatlarni, xalq og'zaki ijodiyotini keng targ'ib qilish, bolalar o'rtasida do'stlik va ijodiy hamkorlikni mustahkamlash maqsadida o'tkazilayotgan ushbu festival yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Zero bolalik qiziqish va havas olami. Tengdoshlarining chiqishlarini kuzatgan yoshlarda ham qo'shiq kuylashga, raqs tushishga bo'lgan ishtiyoq uyg'ongan bo'lsa, ajab emas. Men Yangibozor tumani 24-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi Ibragimova Marjona bo'laman. Men bu yil eng faol kitobxon o'quvchi ko'rik tanlovining viloyat bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va hozirda bo'layotgan Yosh iqtidorlar festivalida faol qatnashib, hokimimiz tomonidan tashakkurnomaga ham ega bo'ldim. Bundan tashqari maktabimizda ham Dolzarb 90 kun doirasida tashkil qilinayotgan turli xil to'garaklardan faol qatnashib, mukofotlarga ega bo'lyapman. Bugungi taassurotlarim juda ham yuqori va ko'tarinki kayfiyatda. Festival davomida eng iqtidorli tashabbuskor yoshlar tuman hokimligi va tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan faxriyorlik va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Sen nurli kelajak, jon O'zbekiston, baxtlarga to'lajak, jon O'zbekiston. Sen nurli kelajak, jon O'zbekiston, baxtlarga to'lajak.